Ha, Shashvar, qandaysan? Nima gap? Ergash aka, sevgan qizim bilan uchrashuvim bor. 500 ming qarz berib turing. Necha kunda qaytarasan? 3 kunda qaytaraman aka. Bo'ldi. Ma, 500 ming so'm. Rahmat akajon. Baxtli bo'lgin. Rahmat. Iya, sunnat-ku. Sunnat. Yaxshimisan? Yaxshimisan? Ana bir soat oldin uchrashuvga deb 500 ming olding-ku. Shu 3 kunda berishing shart emas. Bir haftadan keyin bersang bo'laveradi. Ha, yaxshimisizlar? Ya, sunnat. Ha aka. Alo, bir soat oldin uchrashuvga deb 500 ming olding-ku. Shuni bir haftada berishing shart emas. Bir oydan keyin beraverasan. Menga shart emas ekan. Ya, sunnat-ku. Sunnat! Ha! Ana sevgan qizi bilan uchrashaman deb 500 ming oluvding-ku. Bir oyda berishing shart emas ekan. 50 kunda beraverasan. Xo'pmi? Xo'p, aka, xo'p. Sunnat, ana olgan qarzingni yangi yilda bersang ham bo'laveradi. Kelinga aytdi, hozir shart emas ekan bizga. Xo'p, xo'p. Mana 500 ming pulingiz. Cho'ntagingizga tiqib qo'ying, tushundingizmi? Qarz berganingizni butun xalq bildi-ya. Sultomat ishlataver, menga kerak emas ekan. Menga ham kerak emas, sevgani tashlab ketdi Ergash aka. Odamlarga hayronsan. Nima, yaxshi qilsam yoqmayapmanmi? Bekorga aytishmaganda, qarz oqibati buzadi deb. Открывая двери без ключа.